Salam azizlar, yaxshimisilar? Qo'sha 12dagi faoliyatimizning mazmunini qiziqsanglar, filmni o'tkazib o'tmay, to'liq bir ko'rib beqinglar. Hamda bir talda mehrlik yurganlarni berib, inkas rayoniga gullarni yo'llab qo'yishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman, rahmat sizlarga. Qo'sha 11da men do'konda bo'lmaganligim uchun faoliyatni toza ko'ngildagidek yaxshi o'tkazolmagan edim. Bu qatim men o'zim bu do'konda ekanman, ganho. Shunaqa faoliyatni bir obdara qilib beray dedim. 12 ayning 10-chi ata 12 ayning 10-chilardan tortib 12 ayning 13-chilar sahar Şinjan vaqti soat 8 ga qadar bizning mushtariy xayr qaplama oltinlarimizni maxsus setish shu Urumchidagi bosh do'konimizdan har qanday mal sotib olgan, mayli yer shar uy orqali zakaz qiling va yoki do'konga kelib iling, har qanday bir mal sotib olmoqchi bo'lsangiz qaplash haqqi yo'q. Xato anlamadinglar mutlaqalla. Mesela müşta zincirlerinki 300 koy, 350 koy, bazı çoğunrak zincirlerimizdeki 600-700 koy qaplash haqqilari battığı yo'q. Hatta ki mana qo'limdagi müşta üzüklerinin muslar faqat oltin bilan kumushni olan pulni berib ektisizlar. Müşta chiroyli qalqalarimni shaxsan müşta do'kondagi har qanday bir mallarni sotib olmoqchi bo'lsanglar, bir mo'lchan qaplash haqqi to'lamaysizlar, faqat altın bilan kumushning pulini berib lachkasanglar bo'ldi. Amsa azizlarim, vaqti 12 ayning 13-chisi sahar soat 8 gacha bo'ldi jumi. Shu vaqtgacha fursat g'animat, shu o'zinglar yaxshi ko'rgan, yoqtirgan mallaringlar bo'lsa, ish haqisiz evasanglar bo'ldi azizlarim. Bo'ldimsa, qo'llash yuzidan meni guvanjo qilib, yuraklarni berib qo'yinglar. Xo'sh.